Assalomu alaykum, Ilhom o'z kanalining hurmatli kuzatuvchilari. Hurmatli kuzatuvchilar, bugun Samarqand viloyati Pazdarg'om tumani Juma bozoridan bugun sanamizdan aytib o'tib ketamiz. 31-may 2025-yil akalar. Chorva mol, qo'y ishqibozlar uchun bugun Juma mol bozoridan Piramay akalar videolar boshladik. Ona bola sigirlardan ko'rsatib o'tamiz akalar. Qani aka. Hurmatli kuzatuvchilar, biz kanalimizda yangilar bo'layotgan bo'lsangiz, bittadan like'lar bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmaymiz. Hurmatli kuzatuvchilar, mana boshladik. Birinchimiz hurmatli kuzatuvchilar. Nechinchi qoringa ekan bu? Uchinchi qoringa? Uchinchi qoringa narxi 35 million so'm narx qo'yilyapti mana sigirimizga. Mana hurmatli kuzatuvchilar. Mana ovlari, bolasi nima edi? Bolasi g'unojincha ekan. Necha kunlik bo'ldi? 3 kunlik bo'ldi, hurmatli kuzatuvchilar. Real sut qancha beryapti? 15 ta. 15 ta. Bolasi tashqari. Ha. Bolasi tashqari 15 ta sutga javob. Bozor nima so'ra? Bozor har xil 32, 31, 28 ham so'raydi. 28, 31 ham so'ra bozor ha? Baholanish qancha? 35. 35 million so'm narx so'ralyapti. Uchinchi qoring ha? Demir qo'yamizmi? Kerak emas ha? Sotilib ketadi. Sotilib ketadi deyapti. Keyingi mollarni ko'rsatishga harakat qilamiz, hurmatli kuzatuvchilar. Mana aka. Keyingi molimiz. Sifatlari yaxshi, mana o'zimizning qora ola parodalar. Akalar, mana savdolari bo'lyapti sigirimizda. Sotildimi bu? Qaysi sotildi? Mana aka sotildi akalar, mana molimiz. Qaysi qora sotildimi aka? Qancha? 42 millionga mana molimiz sotilibdi. Mana molimiz akalar 42 million so'mga sotildi. Mana bolachasi. Aka, bu qancha bo'lyapti mana bu? Kimdan ekan bu? Bizdanmi? Nechinchi qoringa bu? Ikkinchi qoringa. Suti nechta bu? Biz bolasi ukchami? Bolasi ukcha ekan mana. Nechinchi qorin dedi? Ikkinchi qorin. Ikkinchi qorin suti? Suti 15 tadan ziyod, 15 tasiga garantiya. 15 tasiga javob deyapti mana aka bolachasi. Hurmatli kuzatuvchilar, telefon nomer qo'yamizmi? Qo'yamiz aka. Ayt. 93lik 93lik 408 408 30 38 ha? 30-38 raqami. Bo'ladigan bozor nima so'ra? O'zi hozir kirdik aka. Hozir kirdik. Nechta qilib beramiz? Oladiganlar nechta qilib beramiz? Bilmasam aka, kelishamiz. Telefon qilaversin ha. Bunisichi, bu ham sendanmi? Bu nechinchi qoringa qizil? Birinchisi aka tish buzmagan hali. Tish buzmagan birinchisi. Bolasi nima? Ukchami? G'unojincha ekan mana bolasi. Mana enasi, hurmatli kuzatuvchilar, birinchi qoringa deyapti. Birinchi qoringa ham 10 tadan 15 ta. 15 tasiga garantiya deyapti. Bozor so'rami buni? Bozor ham 40 milliondan ziyodroq so'rayapti. So'rayapti, 40 million. 40 milliondan tortib 42 million so'mgacha sigirimiz so'rab, 15 ta sutga. Mana bo'ladigan ish bu. Bilmasam aka, kelishamiz uni aytib. Aytaver. Narxni qo'ysa yaxshi-da. Kelishamiz. 50 millionmi? Ne ish bu? 50 million. Narxi 50 million ekan, hurmatli kuzatuvchilar. Shu nomer qo'yamiz ha? Shu nomer aka. Malades. Aka tush 7 ta bozor chiqadi. Bu sigirimiz 42 bilan sotildi mana, hurmatli kuzatuvchilar. Sigirimiz ko'ruvchilar, ovlariga e'tibor beramiz. Sifatlari yaxshi ekan. Aka, bu nechinchi qorin ekan? Nechinchi qorin aka? 3-chi qorin. 3-chi qorinmi? Ha. Suti nechta bor?
30 taga beraman aka. 30 taga. 30 taga garantiya beraman. Haqqini bersin 30 dan olaversin. 30 litr sutiga javob deyapti. Hurmatli kuzatuvchilar, mana sigirimiz. Uchinchi bola. Uchinchi bola. Bola nima? Bola urg'ochi. Bola g'inojincha ekan mana bola. 8 kunlik bola. 8 kunlik bolasi. Bozor nima so'radi aka? Bozor 48 so'rayapti aka. 48 so'rayapti. 48 sotaraq so'rayapti. So'rayapti. Baholanish qancha aka? 55 aytyapman aka. 55. 55 million so'm narx qo'yilibdi mana sigirimizga. Telefon nomer qo'yamizmi aka? Mayli qo'ying 93lik. 93lik. Azbek. Bitta ukajon endi menga bir yordam qil, shu yerni o'rniga baylab qo'y. 93lik ayting. 225 225 7303. 73 03 ha? Ha. Qayerda aka? Lenobodda. Lenobodda ekan. Hurmatli kuzatuvchilar. Telefon qilaverasizlar. Mana shu sigirimiz telefon nomerini oldik, hurmatli kuzatuvchilar. Sigirimizning sifati o'ta ajoyib mana. Ovlari. Keyingi sigirlar mana sigirimiz. Katta sigirlar akalar, katta sigir. Bolasi ham. Bolasi nima edi aka? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? So'rasiz. G'inojincha? 3 oylik bo'ldi. Bola 3 oylik. Nechinchi qorin tug'di aka bu? Birinchisi. Ha? Suti nechta bor endi? 25 ta. 25 litr sutiga javob beraman shu sigirimizni. Bozor nima so'radi aka? Xo'sh. So'ragan. Sigirim sifatlari yaxshi ekan. Mana bolasi. 3 oylik bo'ldi deyapti. Baholanish qancha aka? 50 million ha? Kam bormi? 50 million narx so'ralyapti egalar tarafidan. Telefon nomer qo'yamizmi aka? Qiziqqanlarga. Mabodo. To'g'ri kelib qoldi. 99 kodi bilan 598 26 09 aka raqami. Telefon qilaverasizlar mana shu ona bola sigirga. Hurmatli kuzatuvchilar. Aka rahmat. Hurmatli kuzatuvchilar. Keyingi mollarimiz. Mana aka. Birinchi qoringami deyman. Sigirchamiz. Birinchi qoringa. Rangi shu to'la. Suti nechta bor, amak? Xolos, g'inojincha ekan. Birinchi qoringam aka? Savdolar bo'lyapti. Azak necha qilyapti? 25 million. 25 million bozor so'rayapti mana. 8 ta suv bor aka. Savdolar qizg'in bo'lyapti mana. Katta. Mana sigircha. Sifat zo'r ekan, hurmatli kuzatuvchilar. Alloh. Birinchi qoringa deyapti. Aka nech pul deyapsiz? 30 bilan narx qo'yilyapti. 25 million savdosi bo'lyapti. Otilib ketadi bular. Keyingi mollarimiz mana. Mana Mehriddin. Like kommentlar Mehriddinga. Bo'lsa holing zo'rmi? Charchamayapsanmi? Kayfiyatlar zo'rmi? Birasa deb ber. Rossiyadalarga hammaga ishiga omad. Bosursin. Bozor qizyapti. Bozor avjida. Bozorchi bo'lib ketgan Mehriddin mana. Qo'li yengillarga keldik mana. Ro'zorbob sigirchalarimiz. Bolas g'inojimchami deyman. Nechinchi qorin ekan aka bu? 4-chi qorin. Bola g'inojin. Bola g'inojin ekan mana bola. Egalardan so'raymiz hozir. Bozor nima so'ra? 17,5 qoldi. 17,5. 17,5. Ona bola so'ra ekan ha. Ona bolaga 17,5 so'rab. Suti nechta bor? 5 ta bormi? 6 ta suti bor. 6 ta suti. O'rtacha. Agar yem yesa 8 ta suti bor. Qoshdimi sigir?
Uchinchi oyga o'tdi. Ikkinchi oyga o'tdi. Ikkinchi oyga o'tdi, qochibdi ekan sigirimiz mana aka. Sog'lom sigir, kavshanib qana turibdi mana, hurmatli kuzatuvchilar. Telefonni urib qo'yamizmi? Sotilib ketadi. Sotilib ketadi deyapti, kerak emas deyapti. Keyingi mollarimiz, hurmatli kuzatuvchilar, bolasi g'inojincha sigir nechta bo'lgan ekan? Ikkinchi bola, suti nechta bor? 11 litr? 10 litr. 10 litr suti bor ekan mana, hurmatli kuzatuvchilar. Sigir. Bozor nechta so'ra? Bozorda so'ragani So'ramadi, nechta narx qo'yasizlar? 25 million so'm. Mana ukamiz mana narx qo'yib o'tiribdi mana. Malades. Ukamizga ham omad. Mana bozorchi ukamiz mana. Sigirimiz yaxshi ekan. Bozor so'ramabdi. Keyingi sigirlarimiz, hurmatli kuzatuvchilar mana. Mana Asilbek. Asilbek yashimisa? Bola o'qichami? G'inojinchami? Necha kunlik bo'ldi bolasi? 5-6 kunlik bo'ldi. Birinchi bola. Yo'q, uchinchi bola. Uchinchi bolami? Uchinchi bola ekan. 19 hafta uchinchisi. Suti qancha bor? 6-7 litr bor. 6 litr sutiga javob. Bozor nima so'ra? Hozir oldiga yaqin. So'rayapti. 16 ga yaqin so'rayapti. Baholanish qancha bo'ladi? Ish bo'lar ekan aka. 19 hafta qilishlar. Kam bor, ha? 19 kam bor ekan. Qancha ekan aka? 19. Kam bor. Telefonni urib qo'yamiz. Yo'q, hisob beramiz. Mayli. Sotilib ketadi deyapti, shuncha telefonni urib olmayapman. Mana sigirlarimiz. Sigirlarimiz yaxshi. Qancha bo'layapti bu? Ha? Sigir qancha bo'layapti? 20 deyapsiz. 20. Nechinchi qorin bu? Ikkinchi bola. Ikkinchi bola nima edi? 16-chi. 16 ekan. Suti bormi? 5-6. 8 litr sutiga javob beraman sigirchamiz. Bozor nima so'ra? 15,5 so'rayapti. 15,5. 15,5 so'ra. Telefon urib qo'yamizmi? 93lik. 93lik kodi bilan 418 418 1091. 1091 ha? Qayerda? Chumboyevat. Chumboyevatdagi hurmatli kuzatuvchilar, mana sigirimiz 16 million so'm bo'lsa sotiladi deyapti. Bolasi g'inojincha ekan. Bir haftalik bo'ldi bular. Bolasi bir haftalik suti nechtaga garantiya beramiz? 8 ta sut. 8 taga javob beramiz ha. 8 litr sutiga javob mana sigirchamiz. Telefon nomerini oldim, iloji boricha telefon qilib bog'lanib olaverasiz hurmatli kuzatuvchilar. Mabodo sotilib ketsa, sotilib ketdi deb aytadi, sotilmasa yana ham topib beraverasiz. Bor yani. Rahmat. Keyingi mollarimiz mana. Buni ham so'raymiz hurmatli kuzatuvchilar. Ovlar yaxshi ekan mana ovlar. Bolasi ho'kizcha ekan mana bolachasi. Necha kunlik bo'ldi bolasiga? Bolasi 2 haftalik. 2 haftalik. Nechinchi qoringa? Birinchi qorin. Birinchi qoringa. Sigirim suti nechta bor? 10 ta suti bor. 10 ta suti. 26 deyapmiz, 20 chiqadi. 26 million narx qo'ygansiz, 23 million so'm bozor so'rayapti. Anaka, rahmat. Telefon nomer qo'yamizmi? Qo'yamiz. Ayting. 90lik. 90lik 101 101 0178. 0178 ha? Qayerda? Bu Bu deyapti. Bolasi novoscha ekan, hurmatli birinchi qoringa sigirimizda mana. Ko'rinishlari. Bozor 23 million so'rabdi. Telefon qilib bog'lanib olaverasiz. Anaka. Bolasi nojincha ekan. Necha kunlik bo'ldi va? Bir haftalik ha bolasiga. Sigir birinchi qoringami, ikkimi? Birinchi qoringa. Suti nechta bor? 6 litr. 6-7 suti bor ekan, hurmatli kuzatuvchilar. 6 ta 7 ta suti bor. Rangi zo'r.
Bozor nima so'ra? Bozor 20 million. 20 million so'radi. Bozor 20 million so'radi mana sigirimizga. Telefonni urib qo'yamizmi? Sotiladi. Sotilib bitadi. Sotilib ketadi, qolmay bunday mollar. Shunday sotilib bitadi yani. Hurmatli kuzatuvchilar, bozorimiz narx-navolar tayladi. Arzon bo'ldi. Endi mol oladigan payt. Mana sigirimiz. O'ladi. Bolasi kichik ekan. Necha kunlik bo'ldi bolasiga? 2 oylik. Stilishda bor aka. 12 ta. 12 ta stiga joy. Nechinchi qorin bu? 3-chi. Bozor nima so'raydi? Bozor 17 so'raydi. 17. 17 million so'rayapti ekan mana sigirchamiz. Sotib ketadi ular ha. Telefonimiz kerak emas, qo'yamizmi? Ayting telefonni. 99lik. 99lik 459 459 35 09. 35 09 ha. Qayerdagi? Oqdaryoga mol. Mavodagilar sotilmay qolsa, avvalo sotilib ketsin. Sotilmay qolsa, telefon nomerini oldim, bolasi novoscha. Mana chiqaring, sitiga javob beramiz deyapti mana. Rahmat aka. Sigirlarimiz mayda-mayda mana savdolari boshlandi mana sigirimiz. Nurbek yaxshimisan? Sog'lig'ingiz zo'rmi? Bozor qanday bo'lyapti? Tayladimi bozor? Ha? Nima deyapti sigirlar? Bozor so'ramayapti. Ular qamar. Sigirimiz. Bolasi mayda aka? To'kishcham, necha kunlik bo'ldi? Ha? Necha haftalik bo'ldi deyman? 2 hafta bo'ldi, 3 hafta bo'ldi. Ha, bir oylik bo'libdi. Chiqish kerak. Kamsi yeri. 1 oylik bo'ldimi? Bo'lgandir, 1 oylik. 1 oylik novvoschasi, enasi mana, hurmatli kuzatuvchilar. Nechinchi qorin enasi? 4. 4 dan tug'di. 4-chi. Suti qancha bor buni? 10 ta. 10 ta. 10 ta suti bor ekan mana. Bozor nima so'radi aka? Bozor 23 million bo'ladi. 23 million. 23 million bozor qilmoqchi sigirimiz. Bolasi novoscha 1 oylik ekan. Narx necha pul qo'yasiz aka? Narxi necha pul buni? Bilmayman endi bozor ko'targanini sotamiz. Bolasi nima buni? O'kishchi. Kichik ekan. Yaxshimiz. Kiyimlari mana ekan. Baloqni ajimi o'kishchami? Bolasi kichik. Necha kunlik bu aka? 25 kunda bo'ldi. 1 oyliklar bo'lib qo'ygan. Ashti 1 oyliklar bo'lib qo'yishdi. Enasi nechinchi qorin? Ikkinchi. Ikkinchi to'pda. Ikkinchi to'pda akalar mana. Sistem shu 5 ta 6 ta bordir o. 6 ta suti bor ekan. Narx necha pul narx qo'ydingiz aka? 22 million. 22 million bozor nima so'ra? 18 so'rayapti. 18. Telefon nomer qo'yamizmi? Yo'q. 18 ga qo'shilsa berasizmi? Usta beraman. Telefon nomer ayting bo'lmasa. 90lik. 90lik. 224 224 97 38 97 38. 38 ha? Qayerda? Salim Mallayevdan ekan. Telefon qilib bog'lanib olaverasiz aka, rahmat. Mana aka sigirimiz shu edi. Sigirimizni sifatlari yaxshi, hurmatli kuzatuvchilar. Bolozig'ini ochuncha ekanlar. Yaxshi. Bo'lumini sigir. Sigirchamiz yaxshi. Beshinchi qorin tug'di aka? 3 qorin chiqqan. Uchinchi qorinda bolosini ochuncha. Hech kunlik bo'ldi bolosi? Bolasi 1 oylik bo'lib qolgan. 1 oylik bo'ldi ha? Real satilga tushgan nechta beryapti aka? 5 ta. 5 ta. Bozor nima so'ra? 22 million. 22 million. Sizchi? 25 deb turibman. 25 deb turibsiz ha? Mana aka. Telefon nomer qo'yamizmi? Yo'q, Sotiladi ha? sotiladi. Sotiladi deyapti akalarimiz. Savdosi bo'lyapti aka? Nechi pul? 18
Sog'lik bo'lsin. 38. Turmaymi qattada? Birgandan doktor buvamiz, Hasan akamizni tog'asi savdoni qilyapti mana. Necha pul so'radi doktor buvam? 22 deyapti. 27 ta bolasi hech kimlik bo'ldi. Ho'kizcha bolasi. Ikkinchi bola suti nechta bor? Ha? 7 ta. 7 ta suti bor ekan. Doktor buva 27. 27 ta bilan so'radi. Chopib quvvat olayim. Bulat aytadi, qachon bir ko'rib qilamiz. Savdolari bo'lyapti. Ulamaydi chiqib turish. Zo'rmisan, sog'lig'ing? Mana ekan. Nechinchi qorin? 4-chi bolami? Ana aka. Bola yigitlar bo'lyapti. 6 ta sutga garantiya. 6 ta 7 ta sutiga javob. Молодец mana aka. Sigirchamiz zo'r, udar. Mana. Suyaklarim chiqmagan joyda. Haqiqatan. Sifatlar zo'r ekan. Ad-dushi. Ad-dushi. Obunachilarga harakat qilamiz. Молодец. Arzonmi, qimmatmi mollar? Mollar arzon. Tugildi, ha? Tugilib qoldi. Ad-dushi bu yana. Bundan buyoqqa tugilaman. Akalar ovlari, sifatlari kichkinagina molimiz. Shuni. Ana aka. Hal etmay turadi. Tipsa, Tipsa boshqa olmaydi kerak. ana aka, молодец, mana akamiz. Bu pulidan ham qoldirib beramiz aka. Ana aka, haqiqatan. O'shachaman. Shogird tayyorlanma deyman. Shogirdlar ham bo'lajak. Shunday. Nech Joylashadigan bo'l aka. nech pul qilib beramiz? Xudo xohlasa yengillik qilib beramiz. 18 milliondan hozir o'tib beramiz. 18 dan o'tib berasan. Ha, 20 million baqa qo'yilyapti aka. Balasini ham to'ngda bolasi. Qart bu ana bolacha. Nech kunlik bo'ldi? Aka, u kunlik bo'lyapti. 10 kunlik? 10 kunlik bo'ldi, hurmatli kuzatuvchilar. Telefon nomeri ayt. 93lik. Aha. 069 61 55. Agar mabodo bu sotilib ketsa, topib berasanmi? Hurmatli kuzatuvchilar, mana sigirchamiz mana. Kamiz yemasa, ichmasa, tepsa sigir meniki deyapti. Tepasiga qo'yamiz, haydaymiz aka, bepul ketamiz. Mana aka. Mana aka sigirchamiz. Hurmatli kuzatuvchilar, ona bola mana. Bolasi kishcha 10 kunlik. Mana sigirchamiz. Sifatlari Balasini zo'r. pul chiqib ketadi. Shunday. Real bozor nech pul so'rayapti? Bozor aka savdogar 17,5 million so'rayapti. Savdogar, ha? 17,5. 17,5 qo'shilsa ketdimi? Ha, 17,5 ga qo'shsa ketadi. Mana aka, mana sigirchamiz. Molimiz sifati zo'r, hurmatli kuzatuvchilar, mana sigirchamiz. Telefon zo'rda aka, kim bo'lsa ham umuman odam tanlamaydi. Yosh bo'lami? iyi bo'lsa bo'ldi, og'il bo'lsa bo'ldi. Baylaysan. Baylaymiz aka. Dastlabkilar bor. Kelishaveramiz aka. Hamma narsa bor. Bo'ldi. Hurmatli kuzatuvchilar, mana sigirimiz. Bemalol telefon qilasiz, telefon nomerini oldik. Iyi jayi bo'lsa bo'ldi, tipsa, yemasa, ichmasa sigir meniki deyapti. Mana bolasi, 10 kunlik ko'kchicha ekan. Shunday. Mana sigirimiz. Bola nima edi? Mana hojincha nech kunlik? Ya, bola nech kunlik bo'ldi? Bir haftalik bo'ldi. Sutiga real nechta beryapti? 13 ta, 14 taga sutiga javob beryapti. Mana hurmatli kuzatuvchilar, sigirimiz. Nechinchi qorin bu? 4-chi qorinmi? Bozor nima so'ra? 21,5 million so'rayapti. Bozor 21,5 so'rayapti. Nech pul narxi? Bo'ladigan nech pul beradi? Turgan aka 25 ta o'tib beraman. 25 ta o'tib beramiz. Kelishtirmaysanmi yana? Telefon qilaversan aka kelishtiramiz. Nomer ayt. 93lik 93lik 220 220 4181. 4181. Qayerda? Bu aka Pushkin. Pushkinda ekan. Telefon qilaverasiz, hurmatli kuzatuvchilar, mana sigirimiz 2-chi qoringa ekan. Mana sifatlari o'ta ajoyib, mana bolasi. Bo'ldi, rahmat. Shogirdjani bo'ldi.
Mana kichkinagina sigircha. Ya'mi. Bolasi nima edi buni? Ha? Buni ochunchami? Bolasi bilan nechi pul bo'lyapti? Nechinchi qorin? 5-chi qorinmi? 5-chi qorin ekan. Nechi pul bu? 20. 20 bilan savdosi bor ya. Buchi? 18. Qaysi birisi aka? Bu yosh ekanda bu. Yana polojinga. Polojinga. Shogird raftini o'qiyda. Buni bozor nechta so'ra? Bozor 15,5 qilyapti. 15. Ayt telefon nomering. 94lik 880 6808. Mana. Mana sigirim 18 so'radi. Birinchi so'ragan. Savdo qilavering. Keyingilari, hurmatli kuzatuvchilar. Mana keyin. Aka nech pul bo'lyapti? U kishi ekan bola. 24. Bozor nima so'ra? 20,5. 20,5 so'radi. Nechinchi qoringa suti ishlar bor? 3 suti qancha bor? 3-chi qoringa suti 10 ta suti bor ekan. Assalomu alaykum, yaxshimiz? Bola nima edi aka? Buni ochingcha, necha kunlik xatdalik bo'ldimi? Xatdalik bo'libdi sigir bola. Nechinchi qoringa ekan sigirimiz? 2-chi qoring, ha? Suti ham bormi? Bir 6-7 ta. 5 ta. Bozor nima so'radi? 20 million. 20 million. Siz qanchadan qo'yasiz? 25 mi? Savdosi bormi? Telefon nomer qo'yamizmi? Ha? Telefon nomer qo'yamizmi? Ishqibozga. Savdolar qizg'in bo'lyapti akalar. Mana sigirimiz. Bozorimiz qizg'in, savdo vobshe bomba bo'lyapti akalar. Hurmatli kuzatuvchilar, sigirlarimiz, bozorimiz. Nechinchi qorin ekan? Assalomu alaykum. 4-chi qorin, ha? Bola o'kicha, bunojimi? Bunojimi. Suti qancha bor? 7-8 ta bor, ha? Bozor nima so'ra? Bozor so'ramayapti. So'ramayapti. Savdo bo'ldimi deyman? Baholanish qancha ekan buni? 30. 30 bilan narx qo'yilyapti sigirimizga. Mayli aka, rahmat. Mana narzakam savdolar boshlandi mana. Narzakam mollarini ko'rsatib turamiz. Mana sigirlari, narzakani, bozorchi, narzakamizning mollari. Sifatlari o'ta ajoyib, hurmatli kuzatuvchilar. Bu yerda hammasi narzakam mollari. Savdolari bo'lyapti. Bunlar ham sizlardanmi? Yo'q. Qaysi sizlardan? Mana shular qora. Qora. Bu necha pul bo'lyapti qizim? 32 de. 32. Bolasi nima edi? Buni ozgincha. Buni ojincha ekan. Bozor nima so'radi aka? 27, 28. Suti nechtaga beryapsiz? 10 taga. 10 taga 10 litr suti bor ekan sigirchani. Savdosi bo'lyapti qizimda. Qoraniki bo'ladi. Qora mo'l bo'lyapti. Savdosi bo'lyapti ekan. Buni
So'zga yetmayapti. Uni ertalabdan beri olib yuribman men. 30 daqiqa davona solaydi men Boymuratda bilashmayman. Yurib qoldi. Boymurat aka qancha so'rayapti? 26. 26 million. Ikkinchi berasizmi aka? 26 million. Ikkinchi chiqaringiz, savdolari bo'lyapti. Men baraka aka. Savdolar qizg'in. Mana opalarimiz ertalabdan mana opalarimiz yondiryapti bugun mana. Savdo zo'r. Mana sigir. Mana sigirchamiz. Bolasi Novvoschami deyman. Aka ish bo'lyapti bu? To'g'ri, charchamayapsizmi? 33. Bola nima edi? Onojinchami bolasi? Ana bolachasi. 6 kun aka 12 kun. Nechinchi qoring tug'di bu? Uchinchi qorin. Suti qancha bor? 12 kun bor. Qancha deydi? 13 ta shotroq ekan suti. Ular necha pul dedi? 32. Bozor nima so'ra? Bozor 27 so'rayapti. 27. Savdo o'ldimi deyman, ha? Bo'lgan. Bozorda eng arzon enalar bor aka. Ona bola sigirlar o'ldi akalar. Telefon nomer qo'yamizmi? Ayting. 191 33 03. Ana sigirni aka qancha oldingiz qo'zilar? 13 dan olibdi akalar mana qo'zilar. Savdo qilyapti akamiz mana, akamiz yondiryapti mana. Bozor mana. Xafa bo'lmaydi. Akamiz yondiryapti. Ish bo'ldi. Og'a! Ilg'ar. Nima bo'lyapti? Ke? Og'riqmi? Ne ish bo'l? 35 million. Bola nechalik bo'ldi? Bir qatta qonajin. Ukchami? Bolasi ukcha ekan mana. Bir qattalik. Nechinchi qorin? Uchinchi qorin? Bozor nima so'ra? 28 million so'm narx bozor so'rabdi shu sigirni. Ovlar yaxshimi? Mana ovlari. Telefon qo'yamizmi? Bizas qo'ygan. Ayt. 33lik 102 1903 ha? 01 oxiri 01 ekan. Mana ekan. Bo'ladigan ish qilib beramiz. Kesib beraman. Kirishtirib berasanmi? Kirishtirib beramiz ya. Telefon qilaverasiz. Sog'lom mol, ilmli mol, ilmli. Dadangga salom ayt. Ilg'arda o'zimizni Jubardan Ilg'ar akamizni moli. Mana. Mollarimiz savdo yo'q, hurmatli kuzatuvchilar, savdo yo'q, savdo o'ldi. Savdosi o'ldi, mana sigirimiz. Nechinchi qorin ekan bu? Sira ko'rinsam. 4-chi qorini. 4-chi qorin ekan. Qo'rma, ha, merida, qo'rma bola. Sov ko'rursan-mi? Yaxshi. Bo'lishda suti bor ekan, 10 ta sigaretlarni qolganini rahmat aytsangiz bo'ladi. Birodar. 10 taga javob beradi sutiga men. Qolganigacha savob berib rahmat aytsangiz. Avdi ham qolganaqandagilar. Bundan oldingi bolasida 17 litrgacha sut bergan. Endi kundaga tushgan bir hafta. Nechi tug'an? Savdolar bo'lyapti. Bozorimiz akalar o'ldi. Akalar endi o'zimizni qisir bo'g'oz sigirga o'tamiz, hurmatli kuzatuvchilar.
Bittadan like'lar bosib kanalga obuna bo'lib qo'yamiz. Hurmatli kuzatuvchilar, endi yakka ona bola qisir, bo'g'oz sigirlar ko'rsatib o'tamiz. Savdolari bo'lyapti qizg'in. Mana sigirlar. Yakka sigirlar. Ha, bozorimizga bunaqangi sigirlar ham chiqyapti, katta-katta sigirlar akalar. Mana akalar. Galishtimba chiqdi mana akalar. Narxini bilmaymiz. Aka qancha bo'lyapti bu? 22. Nechinchi qorin? Ikkita to'qqan ha. Ha, bola ochiqmi bu? Qochganmi? Bozor nima so'ra? Bozor 18 million so'rayapti. 18 million. Telefon nomer qo'yamizmi? Ayting. 97lik. 97lik 577 577 96 94. 96 94 ha? 8 ta sutga beraman. 8 ta sutga 2 ta tug'an. 8 ta sutga 2 ta tug'an bebola sigirimiz sotiladi, hurmatli kuzatuvchilar. Bo'ladigan qancha qilib beramiz? Masam endi 20 beradi. 20 dan pastiga aytavering aka. O'tib ham beramiz. Qiynalib bo'lsa o'tamiz. 18 bo'ladimi? Yo'q, 18 yarim bo'ladimi? 18 yarim. O'zlar dastlabkasi o'zlar qiladi. Ha, o'zlar qiladi. 19 bo'ladimi? Ya endi qo'yatira olmangda aka, bitta obunachilarga 19 bu telefon qilasiz sizga. Bevola. 19 million so'mga egalar tarafidan 20 million narx qo'yib o'tibdi akalar mana. 18 bozor so'rayapti, 19 bo'lsa deya beraman men sizga. 2 ta tug'gan 20 litr sutiga javob deyapti mana. Sigirimiz zo'r sifat mana. Onlar katta-katta 20 ta suti bor deyapti. Bemalol telefon qilsangiz bo'ladi aka. Nechta aka bu? 30 million deyapti. 30 million? 20-24 bozor so'rayapti. Bevolami deyman? Galishtin qoladi. Yakka 15 ta suti bor ha? 15 ta suti bor ekan. Nechta narx qo'ydingiz aka bunga? 30 deyapti. 30 kam bormi? Bozor 20? Bozor 25-24 so'rabdi Galishtin bebolaga. Mayli aka, rahmat. 15 ta suti bor ekan. Ya ketdi mana akalar, qisir sigir, bo'g'oz sigir aralashib yuribdi mana. Nechta bo'lyapti yakka? Yakka 13 deyapti. Ha? 13 deyapti. 13, bu ham 13 mi? 13 deyapman. Nechinchi qorin bu? 4 tug'gan. 4 tug'gan, bichi? 1 tug'gan. 1 tug'gan ha? Suti yo'qmi deyman? Qancha suti bor? Ha? Suti bash yo'q endi. 13 million narx qo'yilyapti, hurmatli kuzatuvchilar. Savdo borjida narxlarni so'raymiz. Qancha bo'lyapti bu? 11. Savdosi bormi? 11 million so'ralyapti degan sigirimiz. O'chi mana. 10 million ekan mana. Bu ham 5-6 ta tug'ganda. 4 ta. Yelma aytib yelma. Yot yo'q. Molimiz 4 ta tug'anga o'xshamaydi akalar. Sal qariroq sigirma deyman. Nechta bo'lyapti aka bu?
15 ga bermayapsizmi? 15 millionga berilmayapti ekan. Sifatlar yaxshi ekan. Ya mana aytgansiz. Beshinchi qorin ekan aka bu. Birinchi qorin ekan. Birinchi qorin. Sutli ishlar bor ekan bu. 8 ta. Birinchi qoringa 8 litr sutiga javob oldi. $11 million so'rayapti ekan mana bozori. Zo'r. Bo'ladi. Vallar taylanmadi mana. Tayla. Dis katta mollaringizda narxi 26-27 million so'm bo'lyapti-da, 30 milliondan qo'yib o'tir. Kichkinagina mishdek buzovchalar olib bo'lmayapti, 7 million, 8 million. Shunday. Assalomu alaykum. Zo'rmisiz? Charchamayapsizmi? Sog'liq zo'rmi? Ha, mollar olib chiqdingiz. Nechinchi qorin bu? 4-inchisi. 4-inchisi bo'g'ozmi? Hozir bo'g'oz. Necha oylik? 3 oylik. 3 oylik bo'g'oz ekan, mana sigiri. Nima so'rayapti hozir? 11 so'rayapti. 11 bilan so'rayapti mana sigirimiz. Yemadi. Voy, kelaman-da. Bo'ldi, egasi o'zida ham odam. Bor, aka. Turishni qarab oldi. Yongandan biz ham oldi. Sigirlarimiz. Nechinchi qorin ekan bu? Ikkinchi qorin? 4-chi qorin ekan. Bozor nima so'ra? 15,5. 15,5 so'rab. Suti bormi? Bo'g'ozmi? Ochganmi? Necha oylik bo'ldi? 4 oylik. 4 oylik mana ochgan ekan mana. Bozor real qancha so'ra? 15,5. Siz nechta deyapsiz? 17. 17 million so'm narx qo'yiladi bigelar tarafidan. Qaysini? Bunimi? Necha pul bo'lyapti? 11,5. Mana bu. Bozor nima so'radi bunga? Ha? Bozor nima so'radi? 11,5. 11,5 so'rayapti. Biz 15 deyapti. 11,5. 15 narx qo'ydingizmi? 15 qo'yildi-da. 11 bilan so'rayapti. Nechinchi qorin bu? 3-chi qorin. Ochganmi? Ochgan. Necha oylik? 2 oydan ochgan. 2 oydan oshgan ekan, qochganiga 100% ekan. Suti bormi? 5-6 7 litr suti bor ekan. Telefon nomer qo'yamizmi? Buyuring. Ayting. 4lik 94lik 610 ha? 610 610 yana 10 10 91. 91. Qayerda aka? Zaribdorda. Qayer? Zaribdor. Zaribdor degan ekan. Telefon qilaverasizlar, mana akamiz o'zlari. Kelishtirib berasiz aka. Hurmatli kuzatuvchilar, keyingi sigirlarimiz mana aka. Nechinchi qorin amak? 4 tug'an ha, bo'g'ozmi? Qochmagan ha. Bunisi-chi? Bunisi ham 3-4 tug'an. 3-4 tug'an bu ham ha. Bu-chi qochganmi bu ham? Qochmagan. Bozor nima so'ra? 12 million. Ha, mana uni 8 million. Mana da 8 million, mana da 12 million so'rabdi. Qisir ekan bular. Beshinchi qorin ekan aka, yaxshimisiz, zo'rmisiz? 2. Qanday? Ikkinchi qorin ha? 4 litr suti bor. 4 litr suti qochganmi? Yo'q, qisir. Qisir ha? Bozor nima so'ra? 12 so'rayapti. 12
Siz necha bundan qo'ydingiz aka? 15. 15. Bu bilmaysizmi qanchadan ekan buni? Savdolar bo'lyapti, ha? Savdolar bo'lyapti ekan. Savdolar bo'lyapti ekan. Oldingizmi buni? Qancha oldingiz? Aka 10 million 500. 11.500? 10 million 500. 10 million 500 ga olibdi akamiz buni. Bilaman aka. Bo'ladi, bo'ladi. Yaxshi bo'lsa o'qiydi. Ha. 10 million 500 aka. Bozor chaqqan buni. 10 million 500 ga olibdi shu namozcha. Nechinchi qorin aka bu? Nechinchi qorin? Ko'p ketdik hozir. Yo'q, Men tushirdim. berk yeyapti, o'lganmi? Boshqa bola ko'rmagan. Nechi bor ekan bu? 15. 15 bo'g'oz qissa nima? Bo'g'oz. Necha oylik? 4 oylik bor. 4 oylik bo'g'oz, suti qancha bor? Usti 4 litr bor. Bozor nima so'ra eng foydalidan? 13. Sizchi? On beşler koyarsın ha. Ha 15 qilyapti, ha. Vay savdangiz buyursin aka. Ona bola sigirlar, qisir sigir, yakka sigirlar qimmat bo'lyapti akalar. Savdolar shunday bo'lyapti. Narx-navo shunday. Boricha ko'rsatishga harakat qilamiz. Sen bularga yajut. Hurmatli kuzatuvchilar, endi Novvos bozorida ko'rsatib o'tamiz. Novvos bozorlarida ham to'liq videolarini Ilhomuz kanalida kuzatib boraverasizlar. Akalar, Novvos bozorimizga keldik akalar mana. Yaxshi bo'limlar ko'rsatishga harakat qilamiz. Aka qancha bo'lyapti bu? 20 deb. 20? Bozor nima so'ra? 16,5 ha? Rahmat aka. Bozor shunday bo'lyapti akalar. Savdo yo'q. Nechalik navoz ekan aka bu? 10 oylik. 10 oylik navoz chamiz ekan. Bozor nima so'ra aka? 17 million. 17 million so'm mana shu navoz chamizga narx beribdi. Mana. Nechtadan narx qo'ydingiz o'zingiz? O'zingiz nechta deyapsiz aka buni? 19. Ana akalar itlarimiz, nuqta. Mana nuqta mana kiduradi akalar mana jiplarimiz. Nechta qancha bo'lyapti aka? Jiplar 12 mingdan 65 minggacha bo'lyapti. 12 mingdan 65 minggacha. Katta kichikligiga. Katta kichkinaga qarab, sifatiga qarab, guna. Iplar 5 mingdan 12 minggacha. 5 minglik qaysi boshlanadi keyin? 5 minglik mana boshlanadi 5 ming so'm, 6,5 ming, 7 ming so'm, 8 ming so'm, 3 ming so'm, 12 ming, 6 ming. Endi mana yaxshi deb o'ylayman-da, sifat. Rahmat aka. Mana aka, jib narxlarini ham chiqarib o'tib ketyapmiz. Qaysi savdo bo'lyapti aka? Manami? Qancha qildingiz aka? 16,5. 16,5 mana bozorimiz beryapti akalar. Novvoschamizga. Nech pul deyapsiz aka buni? Hey.
Olursa yati yo'q-ku buni. Yati yo'q-ku. Olaman aka. Bizani, mani. Bo'ldi, sizda olaman. Necha pul deyapsiz buni? 18. 18 baho qo'yilyapti. Bo'pti, mayli, rahmat. Savdoni qilaman. Baynaga sotdingmi bironta? Hurmatli kuzatuvchilar, shunaqangi voqealar bo'lib turadi. Egalar olma deydi, savdo qilgan odam ol deydi. Necha puldan bo'lyapti padret? 23 dan deyapmiz bular. Ular 25 deyapmiz. 23 dan 25 gacha bor ha novoslarimiz. Bozor nima so'radi? 20 bilan 500, 18,5, 22 so'rayapti. 22, 28 yarim shu taraf bo'lyapti-da. Rahmat. Aka necha pul bo'lyapti novos? 27 deyapman. 27. Bozor necha pul berdi? 23. 23. Ana aka, narx-navo eshityapsiz akalar. Katta novoslarga klient yo'q akalar mana. Necha pul bo'lyapti aka? 40 million deyapmiz aka. 40 million. Bozor nima so'ra? Hozir aka o'zingiz ko'rdingiz. Savdo bo'lyapmi? Birisi so'rami hozir? 37 yarim. 38 so'rabdi akalar. Bozorning savdosi shunday bo'lyapti. Aka necha pul bo'lyapti bu? 25 so'rayapti. 25 bozor so'rayapti. Narx necha pul aka? 30 deyapti. 30. Kam bor-a? Ha. Meniki novoschan. Moliga qarab savdo bo'lyapti, hurmatli kuzatuvchilar. Mana aka. O'zimizning Qozog'iston oqboshlari. Mana. Necha pul bo'lyapti aka bu? 40 million. Bozor nima so'ra? 35 million. 40 million narx qo'yilyapti, bozorimiz 35 million narx beribdi. Oldingizmi bular? Necha pul oldingiz aka bular? 6 million dan ketdi bular ha? 2 milliondan 6 million. 2 milliondan ha? 2 milliondan olindi. Ichkichi Echkini bir olib 900 mingga. 900 mingga olindi. Qo'ylar tushdi akalar mana. Savdosi bo'lyapti aka buni. Nima? Ha, savdolar bo'lyapti mana. Qozog'iston oqboshlari. Nishondan narx so'rayapti egalar. Bilasizmi? Ana ki novoslar. Savdosi bo'lyapti aka? Savdosi. Qancha oldingiz aka? 35 million so'rayapti. Shuni o'zimi? Shuni o'zimi? 35 40 million narx so'ralyapti ekan. Egalar tarafida bozor 35 million so'm narx beribdi akalar. 35 million so'm narx beribdi shu. Novvos bozorimiz shunday bo'lyapti, hurmatli kuzatuvchilar. Mana novvosimiz. Aka bu bog'mon novvos nechi pul ekan? 30 kam bor. Bozor nima so'ra? 27 million so'radi. Novvos bozorimizda bunday savdolar yo'qmi deyman. Mana novvoschilarimiz. Mana aka. Kimdan ekan bu? Egalari yo'q ekan. Aka qancha oldingiz aka buni? Aka necha pul oldingiz? 13,5 ga olindi, g'inojonimiz, boqma g'inojonimiz.
Qancha oldi aka? Qancha olindi? Ha? 23,5 ga olindi. Ana kadan olsa. Ha, muhokama şey savdodan qilib javob ana aka. Qaysi savdo bo'lyapti? Ona ajincha? Hurmatli kuzatuvchilar, shuning bilan Novvoz bozorlarida yakunladik. Endi Shirvoz, Tona hammasini bitta qilamiz. Sizlarni ko'rib bahosini beraverasiz akalar. O'zimiz akalarimiz ham mana shu yerda. Ish bo'lyapti, pika. Var nish bilan bo'lyapti? Bu bochi mana. Bo'la. Hurmatli kuzatuvchilar, narx-navo shunday bo'lyapti. Ha, Iral sherda. Iral polvonga ham like, kommentlar qoldirib o'tib ketasiz. Iral nish bor mana? Sen olganim yo'q. Sen olgan mana narxini ayt. 11 million savdosi bor ekan mana. 9 million so'rayapti hozir. Iral polvonni g'inojini 9 million so'rayapti ekan mana. Bo'la zo'r. Qo'yganmi endi? Bundan kam bormi yo'qmi? Ochiq yuring. Aka nechun bo'lyaptilar? Ikos. Bularmi? Ikos bitta yig'in nechmi so'ra? 14 so'rayapman. Bo'la. Tog'a yaxshimi? Sog'lingiz zo'rmi? Charchamayapsizmi? Sog'lingiz zo'rmi? Aka zo'rmi? Sog'lingiz zo'rmi? Olmos zo'rmisan? Sog'lingiz zo'rmi? Bir Alhamimizga bosimlar, like, podpiska. shunday bozor nima? Ko'taringlar. Shunday. Nima bo'lsa alhamimiz bo'lsa. Sayz ko'tarib qo'ydi. Narx-navo qanday bo'lyapti, aka? Endi kevoldi hozir. Tayladimi, taylamami bozor? Menimcha tayladi yo deyman-da, begim bozor. Endi ko'rib olyapman, aytamiz. Shunday. Ha, tog'amiz ham bozor chiqibdi mana. Nima oldingiz, tog'a? Endi olamiz. Sigirmi? Tona bozor. Aka qancha bo'lyapti? 8,5 dedi. Ha? 8,5. 8,5 bozor nima so'ra? 7,5. Bozor 7,5. Egalar tarafidan 8,5 narx qo'yilyapti. Mayda buzoqchalar. Narx-navo shunday bo'lyapti. Mana aka. Necha pul bo'lyapti bular aka? 20 million. Jupiga 20 million, ha, 10 milliondan. Bozor nima so'ra? 18. Jupiga 18 so'rayapti. Bularchi aka? 9dan kam bor. 9dan kam bor. 9dan kam. Jupiga qancha so'ra? Jupiga 17 million. Jupiga 17 million so'rabdi. Rahmat aka. Mayda buzoqchalarimiz narxi shunday bo'lyapti, hurmatli kuzatuvchilar. Mana buzoqchalarimiz. Sut emli buzoqlarga yetib keldik akalar. Telefon nomer albatta olamiz. Necha pul bo'lyapti aka bu? 8 million. Bozor nima so'ra? 7 million so'radi. Unojin. Unojincha ekan. Mana o'zim unojincha ekan. Necha pul bu? 7,5dan. 7,5dan. O'zimizga sog'lik bo'lmi? Kabada zo'rmi? Jupiga qancha so'ra? 6,5 dan so'radi. Sigirga qo'shsa bo'ladi. Qo'shsam bo'ladi, o'zine bog'liq. Shunday. Nomer qo'yamizmi? Sodiladi. Sodiladi. Shunday. Endi buzoqlarimiz akalar. Necha puldan bo'lyapti aka bular? Bular 5,5, 6, 6,5. Qaysi 6,5 nega? Mo'llarmi? 6,5 deyapti. Bozor nima so'ra aka? Hozir 57, 58. Shunday so'ralyapti, ha? Shunday so'ralyapti ekan. Bular aka, rahmat. Bular qanchadan bo'lyapti? 7,5 dan aka. 7,5 dan? Jupiga nima so'ra?
72 ga 66. 72 ga 76. 66. 66 degan. 66. Bo'lar. Qaysi? Necha? Necha oylik? Bilasiz. Mana nech pul deyapsan? 6,5 deb. 6,5. Unisini 6 million bo'lsa beramiz. Mana 6 million bo'lsa beriladi. Yo'qchami? Buni hojincha ekan. Telefon nomer qo'yamizmi? Qo'yamiz aka. Ayt. 94lik 94lik 600 600 98 60. 98 60 ha? Bemalol telefon. Buni hojincha ekan. Necha oylik bo'ldi deding? 2 oylik aka. 2 oylik. Sigirga qo'shsalaringiz bo'ladi akalar, mana shu. Yo'q, sigir deyman. Ha. Sog'lom. Kelishtirib berasanmi? Kelishtirib beramiz. Mayli. Qanday mol kerak bo'lsa topib beraman. Savdolar bo'lib be. 63 deyapti. 63 6 million 300. 7 million so'rayapman. 7 million so'm so'ralyapti. Egalar tarafi necha oylik? 2 oylik bormi? 3 oylik. 3 oylik. 4 oylik bor. Bordi. Savdosi bo'lyapti. Yaxshilab olib yigitni. Yere bir kelishtirib. 63 baraka bor. 63 so'rayapti. 6 million 200 so'rayapti. Ha? O'zim aytmadi, mana 8 ta 12 deyapti. Qimmat aytdilar. Aytdi, bular obsatlar ko'rmas. 50 ga. Dadasi. Obsatlarlarda olib bo'lmaydi. 50 ga hammasi. Necha pul bo'lyapti hukmcha? Yani 10 milyon deyapti. Insof bilan ayting, 10 million deyman. 8,5 bozor so'rayapti. Hozir 8,5 berdimi? Bozorimiz 8 million so'm beribdi mana shu Novosjoyga. Necha oylik bo'ldi bu? 1 oylik bo'ldi. 1 oylik. Sigirga qo'shsa bo'lar. Ha? Sigirga qo'shsa bo'lar. Bemalol, 15 yerga oladi. Egalar tarafida 10 million narx qo'yilgan. 8,5 bozor so'rayapti. 10 million narx qo'yilgan. Savdolar avjida. Narx-navolar qimmat, mayda mollar juda qimmat. 8 million, 10 million hech pul. 12 ta kami. To'kishami? 9 so'rayapti. 12 million kami bor, bozor 9 million so'radi. Shuni. 10 million. Savdolar boshlandi. Novvoslar qimmat, arzon shikor. Benim yetim koyma bana bu. Nechi pul aka bular? 10 million olyapti. Olyapsizmi? Akamiz 10 millionga savdo qilib olyapti ekan. Nechi pul deyapti buni? 10 millionga petdi. Bitdimi? Ha, endi 20 yaptı, 500 olib qolay deysiz. Nima qilay endi? Olmasangiz bo'lmaydi. Ish ha garantiyami? Yo'q, bo'ldi mayli, siznikini sanamayman olaman aka. Yo'q, siznikini sanamayman. Akamiz bozorda jira, hamiz akamiz. Mana buzoqchalar. Nechi puldan bo'lyapti aka bular? 12 dan. 12 dan. Bozor so'radimi? 10 milliondan so'rabdi. Nechi puldan bo'lyapti bu? Qaysi biri? Ikkoz. 28 yapın kammi bor. 28 dan savdosi bor ekan. Bozor so'radimi? Bozor so'radi. Nima so'radi mana bu? Mana uni 12 600 so'radi. 12 600, bunichi? 1200. Bittasi to'g'ri gapirmaydi ekan. Mana Novvoslar. Nechi puldan bo'lyapti? 20 dan deyapti. 20 dan qimmat emasmi? Ha, kelishyapti, 14 ta so'rayapti. 20 million so'mdan narx qo'yilyapti. Firmaniki ekan, hurmatli kuzatuvchilar. Bu yerda gibrid hammasi bor mana. Sementalga shivit aralash bor mana.
Nima parada ekan bular, Chorni pestormi nima? Hammasimi? Necha bosh bor bu? Kimdan bu? Sizdanmi? Yo'q, egasi. Egasi kim buni? Sizmi egasi? Katta kim katta? Savdo qilyapti. Qani qayerda savdo qiladi? Nechi puldan bular? 20 dan kam bor aka. Savdosi bormi? Bor aka. Nechi bosh bor bu yerda? 9 bosh aka. 9 bosh. Oyliqlari-chi, oyliqlari? Necha oyliq bular? 20 dan. 3 oylik, 4 oylik, 5 oylik aka, uzoqcha. Mana necha vaqt beramiz mana shuni? 12,5 qilibdi aka. A? 12,5. Qimmat emasmi? Matematik aka bolaga yarashadi aka. Buni endi olgandan keyin ham mehnati bor-da bu. Men sizdan bermayapti-da aka. Bir joyga 14 milliondan savdo bo'libdi aka. Bir joyga. Ha. Telefon nomer qo'yamizmi? 99lik 99lik 590 750 qara 99 dan keyin 750 750 0037. 0037 ta telefon qilaverasizlar akalar. Bu yerda 9 ta bor ekan. Hozir bir joyga 14 dan savdosi qilyapti ekan. Ko'p bunda hali. Ida bormi? Ko'p hali. 100 dan Mana nima bilan gibrid mana? Bu Mickey Mouse aka. Bu limuzin. Yumuz ha Bu bu. simental, anolar simental. Bular ham Mickey Mouse. Yumuzim bilan olma. Ha, bu Gibrid. limuzin. Ya, hurmatli kuzatuvchilar, bemalol telefonga bog'lanib olaverasizlar. Rahmat. Yo, bismillahirrohmanirrohim. Savdolari bo'lib turibdi. Nima qilasiz bu maydalar? Bichul aka. Olganim yo'qmi? Alaykum assalom. Nima sotilmaydi? Necha oylik bu? 9 oy 8 oy. Bu shuvit bilan semental gibridmi? Bu-chi? Chistmi bu? Necha pul bu? İkini 55 milyon soruyor. 55 million. Shunda 20 2,5 dan 27 yarım. 27,5 dan bo'pti akalar mana. Ular bo'limiz ekan bular. Bo'ladigan necha puldan qilib beramiz ular? Almıştan bundan çıksa ki. Ha? Almış olsa sağ olsa ki. Ikkosigami, jupigami? Jupiga 60 million bo'lsa ketadi deyapti. Mana zotga bular mana. Bunisi gibrid ekan. Bu sifatlari yaxshi ekan. Pastga urdi. Sifatlari zo'r. Bo'lmaydi. Bana o'zini necha pul qilib beramiz? 30 dan oshsa beramiz. Kelishtirib aytavering. Narx-navolar o'ldi-ku, o'zingiz ko'rib turibsiz-ku. Moliga qarab beramiz. Ya, endi moliga qarab deymiz-ku, lekin 30 million kelishtirib aytavering aka. İki o bir joydami, yakka-yakkami? 36 beramiz. Har xil tog'a, birov kam, birov ziyod. Nomer ayting. 91lik 554 554 33 83 ha? Ey qayerda? Bog'onani degan akalar. Tavsiya qilib qolaman. Zotga, naslchilikka mosh kisha mollaringizni. Akamizni Novos chosi ekan, hurmatli kuzatuvchilar. Nima so'radi? Bir xarajat 15 milyon 100 ming. 15 million 100. 15 milyon 100. Anaka 15 million 100 so'radi. Siz necha deyapsiz? Men 16 deyapman. 16. Kam bormi? Kami bor. Zo'r so'rabdi-ku, beravering. Yo'q, chunki hisobdan bu to'g'ri kelmaydi. Hamda? Hisob kitobga to'g'ri kelish kerak, keyin berasizmi? Ha, ozroqgina. Ozmi siz ham kichi alo qilsangiz bo'lmaydimi? Ziyonda, anovda. Her bozor kuni bahor bo'lavermaydi-ku. Shunday. Kelishtirib berasizmi? Beramiz, lekin 16 berolmaymiz-da. Men ham 100 so'm qo'sholmayman. Bo'ladi, bo'limi lekin.
Savdo qilaverim. Men odamlarga o'sha borku, 20 million deganimi buni? 20 million desa bilmayman, bozordan chiqarib yuboradi odamlar qo'yadi. Ya bo'ladi, yaxshi, savdo qilavering. Bo'pti, mayli. Qancha bo'lyapti bu? Nimaga bular kerak? Shunday bo'lib turibdi akalar. Mana Novvos bozorimizga mayda sho'rba so'radi. Nechta bo'lyapti aka? 27 bozorima so'ra. 22 mi? Bozorima so'ra aka. 20 deydi. Pastidami, tepasidami? Bo'ladi. Ko'rmishlar charchamasdan. Ilhomir. Nechta bo'lyapti aka? 32dan. Danovoyga. Yakkaga 32 dan so'rayapti ekan Novvoschalar, hurmat kuzatuvchilar. Bo'ladi, bo'lmaydi. Hurmat kuzatuvchilar, endi qo'y bozorimizni ham ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz, hurmat kuzatuvchilar. Like, kommentariy kutib qolamiz akalar. Hozir qo'y bozorimizga o'tamiz. Kuzatuvchilar, endi qo'y bozorimizga yetib kelyapmiz. Hozir ona bola qo'ylar hammasini ko'rsatib o'tamiz. Bugun sanamizni ham aytib o'tib ketamiz. Bugun sanamiz 31-may 2025-yil, hurmatli kuzatuvchilar. Samarqand viloyati Pazarxon tumani o'zimizda Juma shahri qo'y bozori, ona bola qo'y hammasini chiqarishga harakat qilamiz. O'tkir tog'amiz sharda. O'tkir tog'a omad. Hurmatli kuzatuvchilar, bu qo'ylarimiz olingan variantlari hozir olinmagan variantlarini ko'rsatib o'tamiz, hurmatli kuzatuvchilar. Mana ukamiz sherda mana. Asan qanday bo'lyapti? Qimmat arzon nima qo'ylar? Bunda sal qimmat deyapti. Qimmat a? Qachon tushadi bu qo'y bozori? Semirsa chiq. Oladiz. Akalar mana ona bola qo'ylarimiz. Aka nech million bo'layapti bular? Qanchadan oldingiz aka? Qancha? 9 million 800 ha? Ikkovsi 9 million 800 ga olindi. Ikkitasi. Yaxshi akalar mana. Akam, buni qancha oldingiz aka? Bu 5 millionmi? Bolasimi buni? Ha, Qo'chqarchami? Xolos, qo'chqarcha ekan. Urg'ochku. Urg'och ekan. Ana qo'ylarimiz akalar endi yakka bo'lib chiqadi. Bu ham ona bola chiqadi. Qo'ylar sifatlari zo'r. Qanchadan bo'lyapti qo'ylar? Qaysi biri? Opshu. Salom aka, bering borlar akaling. Qo'ylar sifati zo'r. Ina bola 5 milliondan bo'lyapti. Ona bola 5 million bo'lyapti. Bo'ydoqlar 3,5. Mana. Qochganmi ular? İçki bozorimiz. Bu içki nech pul bo'lyapti? 2,5. 2,5? Sog'im içki. Sog'im içkimi? Sog'im içkilarimiz mana 2,5 dan bo'lyapti. Oldingmi buni? Qancha olindi? 26 millionga olindi, hurmatli kuzatuvchilar. 2 million 600 ga. Yomon emas, bo'ladi. Bu taka qancha bo'lyapti? 2,5 kam bu. 3,5 kam bor a? Taka ekan mana. Zotga bo'ladi. 5 yashar. Zotga bo'ladi. Bu jild olish kerak. Qo'ylarimiz qancha bo'lyapti aka? Ona bola qancha bo'lyapti? 5 million. 5 million. Kam bormi? 5 million kam bor ekan. Mana qo'shqorlarimiz, sog'liqlar. Aka zo'rmasa, solingiz zo'rmi? Qo'chqar qancha bo'lyapti?
Qo'chqar 7 de. 7 zotga. To'yishga ham bo'ladi. Necha kilo bor Juvoy Buysa aka? 100 kilo. 100 kilo. Bular qanchada bo'lyapti? 13 ta savdosi bor. Qo'y bozori jirib bo'lmayapti. Cho'ngib ketdi aka. Ilojimiz yo'q. Akamiz sherda bor. Cho'ngda ham video qilyapmiz aka, bittadan laylar bosib qo'yamiz akam qo'zilariga. Nech pul bo'lyapti aka? Qo'ydi lekin ikkita charx. Nech pul bo'lyapti aka? Qirg'iz so'rayapti. Qirg'iz bozor so'rayaptimi? Qo'ychini 5 oylik ter oylik. To'ydi. O'g'ilchang bu. Qancha tushadi qo'ylarimiz aka? Narxini tushmayapti. Nechta bo'lyapti? 28. 28. Bo'zmi, qisirmi? Qisir. Qo'y bozorimiz mana bunda bo'lyapti akalar. Cho'ngib ketgan mana. Pishgan qo'zilarimiz bor. Aka qanchadan bo'lyapti qo'zilar? 2,5 dan. 2,5 dan savdolari bo'lyapti mana. Bitta telefon nomeri aytcharing. 94lik 240 97 06. Qayar qo'ylar? Chimmoyda qo'ylar. Ular qo'chqar sog'liq nima? Bari qo'chqar urg'ochi. Urg'ochi bari qo'chqar ha? Kelishtirib berasiz, va qo'y bilan shug'ullanasizda. Bemalol akamiz telefon qilamiz, topib beradi. Qo'y sog'liq hammasi. Qimmat bo'lib ketdi. Necha puldan bo'lyapti arablar? 25, 23. 25 ga 20 cha? Qanchadan bo'lyapti? Mana daqiqa obsotdan olib akam. Ikkoni men 12,5 Savdolar bo'lyapti. Akalarim savdolarni qilyapti. Nechoni bir deydi olaman deyapman. Bering, kelishtirib bering, ichamiz bitta yerga. Savdo qilyapti akamiz. Qo'zilar qanchadan bo'lyapti aka? Qo'zilar 2 million. 2 milliondan. Qo'chqar sog'liq nima? Aralash. Rahmat. Bozor nima so'rayapti? Bozor 18 dan. 18 dan so'rayapti. Mana qo'zilarimiz. Qo'chqar sog'liq nima aka bular? Ikkitasi qo'chqar, to'rttasi urg'ochi, to'rtta qo'chqar, to'rtta urg'ochida. 8 ta olib, to'g'rimi? 4 ta sog'liq, 4 ta qo'chqar, ha? Necha puldan qilib beramiz? 22 dan. Bozor nima so'ra? Savdolar bo'lyapti mana. Savdolari bo'lib ketyapti mana. Mana. Bojan kiyasiz. Ayo, o'yin chizadi. Mana qo'zilar. Qanchadan bo'lyapti bular? Olindimi? Qaysilar olindi? 2. Biriga necha pul olindi? 42 bo'ldi. 42. Mana aka. 2 milliondan 2 million 100 dan. 2 million 100 dan 4 million 200. Молодец. Qo'chqar sog'liq. Biri qo'chqar, biri urg'och. Biri qo'chqar, biri sog'liqcha ekan. Mana bu ham tekshiryapti. Bozorimiz qo'y narxi shunday bo'lyapti. Qo'zilar qanchadan bo'lyapti? Sog'liq qo'chqar nima bu? Bular hammasi qo'shgan. Hammasi qo'chqar, ha? Necha bilan bozor necha pul so'rayapti bular? Bozor har xil so'rayapti. Qancha? 1 million 600, 1 million 700. 1 million 600, 1 million 700 dan bozor so'rayapti. Ularni 18 dan 8,5. 18, 18 yarim. La, jirib bo'lmayapti. Hozir men nima desam,
Ye. Salom, salom, yaxshimi? Sog' ol, yaxshimi? Charchamayapsizmi? Tinchmisa, charchamasdan. Qo'y bozor nima qimmat aka? Qo'y bozor endi Qurbon sayil kelyapti, ukajon, Qurbon sayil. Qachon tushadi endi? Endi nasib bo'lsa, Xudo xohlasa, shu Qurbon sayildan keyin Tushama? tushadi. Xalqimiz qiynalyapti-ku, ololmayapti qo'zi deyapti. Oladi, tushadi, nasib Xudo xohlasa. Kelishib berasizmi? Kelishtirib beramiz. Bo'pti aka, sog'lik omon. Mayli. Aka qancha bo'lyapti bu sut qo'zi? 13 aka. 13. Bozor nima so'ra? 11. Yaxshilab ol. 5 pul bo'lyapti. 2 million bersan aka. Dengan bilan 2 million bersa, beramiz agar anoqsa. Qo'zi 2 agar. million so'rayapti ekan mana. Qo'zilar qanchadan bo'lyapti aka? Qo'zini udari kelibdi-ku mana. Sog'liqchami qo'chqarcha ekan. Qo'chqarcha ekan. Udarlar mana. Mana. Nechi pulgacha boshlanyapti aka bular? Bala, aytavering bir maza qilsin endi. Nechi pul ayting, o'zingiz ayting aka. 3,5 dan kam bor-a? Telefon nomer qo'yamizmi? Telefon yo'q lekin. Odamlar oladi-da. Akamiz egalayapti. Tushunamiz akam. Bo'pti aka. Afsatlar ko'p, bozor qimmat. Hech pul bo'lyapti qo'shqonlar. 5,5 kam bor. 5,5 dan kam bor-a? Bozor nima so'ra? 4,5. Boqmami bular? Boqma qo'shqonlar. Mana. Nechi kilogacha joy visi bor bular? Taxminan o'zlaringiz o'lchab 80. 80 kilo bor deyapti. Telefon nomer qo'yamizmi? Qurbonlikqa, to'yga oladigan sonlar bo'ladi-da. 88 kodi bilan 612 35 99 ha. Telefon qilaverasiz akalar bor. Joy vislarni aytyapti, qo'ldan kelib telefon nomerini olib telefon qilaverasiz. Anaka qo'shqorimiz akada. Quyruqlari ham sifati ham zo'r. Badan zo'r. Aka qaysi savdo bo'lyapti? Qassoblar ham qilyapti. Mana zo'r ekan. Mana bu zo'r ekan lekin. Joy vis qancha bor aka buni? Aka 45 dan tepada. 45 dan tepada, ha? Nechi pul bu? 5,5 deb men kredit so'rayapti bu. Akamiz kredit so'rayapti. Qaysi so'rayapti? Shuni, ha? Aka, shu savobi tekshir aka kelishtirib so'rang aka. Dang aka nima qilavering aka. Men sizga yolg'on gapirmayman aka. Lekin zo'r ekan. Zo'rligi hamma bo'lib o'tiribdi aka. Zotga ham bo'ladi. Hamma narsaga bo'ladi. Hamma narsaga tushadi. Quloqlar sog'. Quloq butun aka men. Quloq butun ekan. Soni yo'q. Telefon nomeringizni ayting-da. Sizdan qo'y bo'ladi. 88 kodi bilan 125 50 ming qo'shdim. Aka 48 nima qilyapti qassoblar? 125 44 46 Akajon, telefon qilaverasiz akamizda hamisha qo'shqonlar bo'ladi. Sifati zo'r mana. Yurakka urgan moldan aka. Zoti nima ekan zoti? Zoti o'zimizni Jaydar qo'ylarda. Burasida aka. Qassoblar Mana jini olinmagan qo'shqonlarim. Nechi puldan bo'lyapti aka? Söyleyendan deyapman. 4,5 da. Bular nechi puldan bo'lyapti? 5,5 ga 4. Mana 5, bu 4,5 ha. Молодец. Yangi davomligi O'tkitek. Qo'chqorlarimizni narxlari shunday bo'lib turibdi. Bosim. Bo'lmasa charchamaysiz. Necha yil bo'lyapti aka? 36,5 oldim. 36,5 oldingiz? Yana obratga. Vola. Bugun bozorga 20 to'qim bo'ldi. Shunday. Nima uchun qimmat bo'lyapti? Necha pul aka bu? 5 million so'rayapti. 5 pul so'ra. 40 kilo go'shti bor. 40 kilo go'shtga 5 million so'rayapti qo'shqorimiz. Bularchi? Bu sog'liq 9 million deyapsiz aka. 9 million? Sog'liqmi bu?
Sog'liqmi? Ha, ha. Boğum şu koyardan bölüp ketken 1 milyondan koy düzerini beriyap jöreceğim. Anaka. Eski 500 alık bersem okkeli oluram. Tüyge soçam sonra. Anaka, malades. Eski 500 alık. 1 milyondan zor koylar veriyor. Akalar bozorimiz mashun cho'ngib ketdi, qo'ldan kelgancha siyobga qildik akalar, qo'ldan kelgancha. Молодец.